Tushunarli. Keyin o'lganlar ko'rardim. tushunarli. Qarang, keyin odam ko'rishni boshladingizmi keyin? Nima qilardingiz? Odam ko'rishni tushunmadim. Men bolalarimga kirna sol deydi, bolalarimga kirna solardim. Bo'ldi. Mana odamlar qabul qilarmidingiz odamlarni? Yo'q, unaqa qilmaganman. Tak tushunarli. Lekin bo'nizga baxshilik deyilgan ekan, qonni ham so'yib qo'ygan ekan. Tushunarli. Pramo efir eshitganda nima bo'lyapsiz? Hozir eshitsam nima deydi? Shunaqa yoqadi menga. Yuragim siqadi, oyoqlarim qaqshab og'riydi, iğne sig'adi. Shunda iğne kirib beradi, patirlab. Keyin nima? Ilon ko'raman. To'xtab turing. Pramo efirda nima bo'lasiz shuni so'rayapman. Pramo efir paytida nima bo'lasiz? Pramo efirda yuragim shunaqa siqadi ko'rsam. Iğne kiradi. Butun tanam qaqshab og'riy beradi. Bo'ldi, to'xtang. To'xtamay kiradi. Ya'ni boshqa tomonga o'tib ketyapsiz siz. Qarang. Oyoqlar eng ko'p qayeringiz og'riydi? Oyog'ingizmi, qo'lingizmi, qayer og'riydi? Hozir men eng ko'pi yuragim siqib, oyoqlarim og'riydi. Endi qarang, oyoqlaringiz og'riydimi? Qanaqa og'riydi? Mana og'riydimi yoki toladimi? Oyog'im nima deydi? Shunaqa jonsiz holatga tushib qolaman. Xola menga javob bering. Oyoqlaringiz og'riydimi, toladimi? Toladi. Toladi, tushunarli. Tushingizda ilonlar ko'rasizmi? Ko'raman, ilon ko'raman. Ilonlar nima qiladi? Ilonlar menga hujumga o'tmoqchi bo'ladi. Qarang, Pramo efirni qanchadan beri eshityapsiz? 2 oydan beri eshityapman. Shifo shafralarni ichib ko'rdingizmi? Ha, to'xtatmay ichyapman. Necha foiz yengilladingiz oldingidan? Xudoga shukr, ancha yengillashdim. Sizga qarang-da, bitta gapirsam. Yo'q, to'xtab turing. Yana boshqa narsaga o'tib ketyapsiz. Siz menga javob bering. Aslida sizga ko'p narsani tushuntiraman sizga. Mayli. Qarang, necha foiz yengilladingiz? Ko'pincha qayeringiz yengilladi? Qarang, ko'zlarimda ochildi. Qur'on o'qiy olmay uxlayverardim. Qur'onni o'qiyotgan bo'lib qoldim. Bo'ldi, tushunarli. Tak. Oxir ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Hozirgimi? Oxiriga ko'rgan tushingiz. Oxiri ko'rgan tushim bitta qizil otni qizim yetaklab darvozaning oldidan derazaning oldiga olib keldi. Egirlangan, tayyor egirlangan, faqat uni minish kerak. Men o'yladim sizga borishga yo'l berdimmi deb. Meni ot ko'rsangiz yaxshi, ot hurmatni bildiradi, boylikni, shifoni bildiradi. Keyin xola meni qarang. Meni yaxshi eshiting. Men aytaman, keyin shuna qilasiz. Sizchi mana qilasiz. 7 kun podryad, 7 kun ketma-ket. Har kuni shifo shafran suvsiga cho'milasiz. Tushundingiz-a? Cho'milib turib, keyin hali baxshi qo'lingiz bilan peshanangizga nimani surtdi-yu, nima edi? Qon surtdi-yu. Qonni. Asherga zaytun surtasiz, shifo zaytun surtasiz. Tushundingiz-a? Birinchi cho'milasiz. Keyin zaytun surtasiz ash joylarsiz, qo'lingiz bilan peshanangizga. Asherda bunday sizning ko'z ko'rmagan tamg'alar borda, baxshlar qo'ygan tamg'alar bo'ladi. Ashlar ketadi. Keyin sizga sehr kelmay qo'yadi keyin. Mayli. Keyin sizga nima bergan, baxshi nima bergan dedingiz? Biror narsa berganmi bo'yningizga olganingizda? O'ynimga olganda qarang, toldim chibig'i, 7 ta chibiq. Keyin o'rab qon childirman, oyna. Bo'pti, qarang. Bo'ldi. Qarang, ashlar sizda turibdimi? Turibdi, surpaga chiroq yoqqan. Bo'pti. Ash sizga nima bergan bo'lsa, hammasini shifo shafran suviga solib qo'ying. 7 kun tursin suv ichida, eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Ashlar qilasiz, keyin orqangizdan unaqa sehrlar, jinlar kelmay qo'yadi. Siz ashi chiroq yoqqaningizda childirmana deyapsiz, ashi jin chaqiradi ular uyingizga. Tushundingiz-a? Ashini 7 kun solganingizdan keyin tashlab yuborasiz. Bo'ldi. 7 kun suvda turishga, shifo shafran suv turishga keyin tashlab yuborasiz. Endi bering savolingiz. Shunaqa qilasiz, yaxshi bo'lib qolasiz, bo'ldi. Keyin qayerga tashlayman? Uni suvga oqizishim kerakmi? Yo'q, xohlagan joyga tashlab yuborasiz. Xohlasangiz muzga tashlang, xohlasangiz oqizib yuboring, o'zi farqi yo'q o'zi. Keyin qarang, iğne kirib meni yuragimni yormaydimi? O'lasan deydi, shuni tashlasang deydi. Nima deysiz?
Buni tashlasang sen o'lasan deydi. Yo'q, Keyin siz shunaqa qo'rqmaydimi? kim qo'rqitadi sizni? Erkak kishimi? Tushimda bir ayol kishi tush Ayol tashlasang shuni deydi. Shuni keyin o'ylasang keyin ana Xudoy qilasan bitta qo'y so'yib deydi. Qarang xola. Siz ana shu 7 kun men aytganini qilasiz. Yana qaytaryapman. Birinchi shifosh oldingi odamlar bor, birinchi cho'milasiz, keyin zaytun surtasiz. Teskarisini qilmaysiz. Keyin hali childirmalaringizni hamma narsangiz 7 kun suvda turadi. Suvga olganingizdan keyin xohlagan joyingizni tashlab yuborasiz. Tashlab yuborganingizdan keyin har kuni uxlashingizdan oldin men ruqyam bor 9 soat ashini qo'yib uxlaysiz. Tushundingizmi? Ashunda nima sizga qo'rg'on bo'ladi. Bo'ldi, undan qo'rqmang keyin. Prямой efir nima qiling, bo'lmasam keling men tomonga xudo 5-aprel dam solish boshlayman. Bo'ldi, ungacha ancha yaxshi. Xudo xolasa boraman deb o'tiribman, xudo xohlasa. Xudosi 5-aprel boshlaymiz. 3-4 kun qolganda men sizga hayitdan keyin Telegramga tashlayman, polni lokatsiyani tashlayman. Bo'ldi xola, yaxshi qoling. Odamlar Instagram, Telegram ulamayman. O Instagram va TikTok ulamayman. Только Telegram. Chunki Telegram ulash oson, tez bo'lyapti. Bu yer qatib qolyapti. Hozir только konsultatsiya, jinchi qarish yo'q. Bu xotin bo'yniga olganda, baxshilik bo'yniga olgan. Keyin bo'yniga olgan bo'lsa, sizlar ham xuddi shunaqa qilinglar. Oldin aldab bo'yniga oldirib qo'yishganda yaxshi bo'lib ketasan. У меня глаза болят. Кто там говорит, что глаза мне... Он глаза моргает. Раньше не было такого. У меня раньше было. Ko'zim turib anaqa yaxshi bo'lib qolyapti, turib yana og'rib qolyapti-da. Takoz uladim, kim kelsa. Tak, kim? Alo. Gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima o'ylayapsiz? Gapiravering. Judayam oyoqlarim og'riydi. Keyin skleroz bo'lib qolganman. Hech narsani qo'ygan joyim eslolmayman. Tushundim. Qisqaroq gapiring. Oyoq og'riydi, sklerozsiz, yurak siqiladi. Yana nima bo'lasiz? Hamma bilan urushaman. Hech kimni xohlamay qo'yganman. Ko'chaga chiqqim kelmaydi umuman. Bo'ldi, tushundim. Qarang, tushingizga nimalar kiradi? Shunga ilonlar, buqalar. To'xtab turing-da, to'xtab turing. Kim Telegram kirmoqchi bo'lsa, birodarlar, Telegramga kirib, poiskga Sabachka kuchuvcha Umar Domla 2 desalar chiqadi biz Telegram kanal. Bizdan Sabachkani olish kerak. Sabachka Umar Domla 2 yoki Instagram nashr nimalar bor. Aktualni kelsalar, Telegram nimamiz bor. Tak, tushingizga nimalar kiradi? Ilonlar, buqalar, kalamushlar quvlaydi. Shunday rasvo layqa suvlarda yuraman. To'yib ketaman, tepaklardan tushib ketaman. Barcha yomon tushlar. Bo'ldi. Tak, buqalar baylangan bo'ladimi? Nima qiladi? Qanaqa holatda ko'rasiz? Uyingizda ko'rasizmi? Buqalar qarang, zanjirga baylangan ekan, uch boshli buqa ekan. Bittasi katta kuchuk zanjirga boylangan, menga tashlanaman deyapti. Bo'ldi, tushundim. Sizda mayli bor ekanda tushunarlik. Tak, boshim og'riydi dedingiz-a, boshmi? Yozib olyapman, adashib ketmas. Keyin yuragingiz? Yuragim siqiladi, oyog'im juda yomon. Oyog'ingiz to'xtab turing. Oyog'ingiz toladimi, og'riydimi? Toladi. Jin kirdida shunday tirnog'im tiqib qonatib tashladi oyog'imda. To'xtab turing. Tak, boshingiz qanaqa qilib og'riydi boshingiz? Har xil joyi og'riydimi? Boshimda xuddi bir nima siqib qo'ygandek-da, baylab. Tushunarli. Keyin uydagilarning aloqasi nima bo'lyapti? Bola chaqa, eringiz bilan, ota-ona bilan? Urushib chiqqanman, hech kim bilan gaplashmay qo'yganman. Hamma bilan urushganman o'shansiz. Tak, eringiz bilan muomalangiz buzilyaptimi? Ajrashib ketganman. Tak, qanchadan beri promoy ko'ryapsiz? Где-то bir 3 oy bo'lib qoldi. Efir paytida nima bo'lasiz? Ama o'qiysiz-ku ruqiyalar, shunday badanim bijirdab, kallalarim bilan bijirdab ketadi, boshqacha narsa. Tushunarli. Tushingizda ilon ko'rasizmi? Juda yomon ko'p ilon ko'raman. Ilon nima qiladi? Oyog'imda tishlaydi, qo'limda tishlaydi, qon chiqib ketadi qo'llarimdan. Tak, tushunarli.
Tushingizda boshqa din vakillarini ko'rasizmi? Siz Yahudi bir nima deganingizda shunday yomon ichimdan bir nima bo'zilib ketdi lekin hurmatda. Tushunasiz, Yahudi ekanda. Sizdan ham so'radimda. Tushunarlik. O'z tushingizda Yahudilar ko'rganmisiz yo'qmi? Shlapachan, chach o'rilgan odamlardimi? Yulduzlardimi? Yo'q, shularni ko'rdim, o'qib yotganim juda ko'p. Nimani ko'rdim? Qop-qora lo'lilar bo'ladi, mo'tanilar, shular o'qib yotibdi, aylanib o'tiryapti. Imенно lo'lilarmi yoki qanaqa ko'rinishi? Imенно lo'lilar ko'rinishi, lo'lilar. Bo'ldi, qarang, lo'lilarni ko'ryapsiz ekan. Qarang. Nechtasini ko'rasiz? Qanday bir toq son ko'rasizmi yoki toqmas son ko'rasizmi? 7 ta, 9 ta, 11 ta ko'rasizmi? Nechta ko'rasiz ularni? Aylanib o'tirganida eslolmayman nechtalgan ularni. Tak. Tak, yana oxir ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Oxirgi ko'rgan tushim shunday loyqa yo'llarda yurolmay, yo'limda topolmay, ko'p yo'llar, shunaqa joylarda yuribman. Keyin bir dunyo sochim yugilib tushaverdi qo'limdan. Shunday qo'rqib ketaverdim. Sochlarimni yulinib tushyapti. To'xtab turing. Qo'limdan osib. Tushingizda layqa nimalarda yurdingiz? Yozib olaydi. Tushingizda layqa suvlar, layqa suv deb olay. Keyin sochingiz qo'lingizga tushib ketyaptimi? Sochingiz tushunarli. Yo'q, menda sochimni bunday qilsam g'ujum bo'lib to'gilyapti. Hayron qoldim. Nimaga sochim to'gilyapti deb yotibman. Tomis ketayotganga o'xshayaptimi? Hada, вообще tomim ketib qolgan. Bitta narsani qo'ysam, o'sha narsani umuman eslolmayman. Bo'ldi. Bu yoqdan bu yoqqa kelgunimcha Bo'ldi, tushundim. Shifo shafran ichdingizmi? Shifo shafran ichdim. Men bu hozir bir marta olib kelingan tugadi-da, endi yana To'xtab turing. Yo'q, menga ha deb qo'ying. Bo'ldi, gap qo'shib ketmang, kerak emas. Odamlar kutyapti. Ichganingiz nima bo'ldingiz? To'g'risini aytsam, qayd qilgimki, boshqacha bo'ldim ichsam. Tushunarli. Oxiri ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Oxiri ko'rgan tushim bir gala kalamushlar meni quvladi. Bitta katta bino yonib ketdi, shunday dahshatli yonib ketdi. Bu yerda chaqaloqlar ko'rdim. Oxirgisi shu bo'ldi. Bironta bir domlalarga borganmiz, nam soldirgan ayollargami o'zi ko'rsatgani? Yo'q, men unaqa narsaga umuman yaqinlashmayman. To'lka siz aytganingizdan beri Qur'on o'qiyman. Menga to'g'risi. Yaxshi, adashib domlalarga borib olmen. Tushingizda majlis ko'rasizmi yo majlislarda? Yo'q. Ichingizda erkak ayol borga o'xshayaptimi? Erkak borga o'xshaydi. Orqamdan xuddi turganday, yurganday, o'z hovlida yurolmay qoldim. Hozir. Tak. Hovlida ham birov turganga o'xshaydimi? Ha, hatto ikkita ko'zcha yona hamma joyda. Vaqti qo'rqib ketyapman. Bu qachon paydo bo'ldi? Hovlida u o'zi otangiz uyimi? Ha, ota-onamning uyi. Bu yaqinda paydo bo'ldi. Hatto shu uyda tagidan chayon olonlar chiqib kelayotganini tushimda ko'rdim-da, işte sepilganmi nima bo'lgan. Uyingizga shafran sepdingizmi? Sprey sepdim. Yo'q, yerlarga shafran sepish kerak-da. Qani sizda ichingizda katta jin bor, katta jin. Kuchli jin. Hozir akam emas, haligi lo'lilar ko'rganligingiz, siz asha nima baxshlarning majlisini ko'rgansiz. Lo'li ko'pincha baxshini bildiradi. Lo'li. Ular majlisini ko'rgansizda. Vallohu alam sizga 3 boshli buqani ko'rdim. Siz aytdingizmi hozir? Ha, men aytdim shunday. 3 boshli buqani ko'rishligingiz bu nimani bildiradi? Nima edi? 3 ta baxshi birlashib qilingan sehrni bildiradi. Ko'pincha toqson yahudilarga tegishli son. Keyin lo'lilarni aylanib o'tirganini ko'rgansiz, to'g'rimi? Ha. Bu ashi majlis ko'rgansizda. Xayolingizga
hayolingizga baxshilik kelyaptimi, kelmayaptimi? Shu birovni ko'rsam, baxshi bo'lsam degan hayollar kelmayaptimi? Yo'q, faqat nima deydi, o'lib qolaman, o'lgim kelyapti, yashagim kelmayapti degan narsa keladi. Qayerga ketgisi kelyapti? Qayerga? Umuman bunday uzoqlarga qochib ketdim. Tak. Sizda значит faqat o'lim yo'q bo'lgan ekanda. Siz shifo zaytini surtganingizda, siz qarang, sizda marid jini ham bor. Marid jinni ko'p aytaman bor sizda. Ana shu qo'llaringiz bo'g'imlariga, bo'ynilaringizga, oyoqlar, tizza bo'g'imlariga surtishingiz kerak. Zanjirlar ashuni eriydi, chiqishi oson bo'ladi. Shunaqa sizga o'lim yo'q bo'lgan, sizga o'lim, shuning uchun yolg'izlikni xohlaysiz. Keyin jinnilik bor sizda. Jinnilik bor. Tak, taloq, o'sha eringiz bilan taloq olganmisiz? Ha. Taloq ketgandan keyin, ash eringizdan ajrashgandan keyin bosh og'rish ko'paydimi? Ha. Endi jinnilik sehr kuchayapti sizda. Muzlayapsizmi, isiyapsizmi ko'proq? Muzlayapman, qo'l oyog'im kechasi bilan uyushib qolaveradi. Og'nayman, yoqa og'nayman. Nima, katta sovutma sehri ham bor ekan sizda. Katta sovutma. Sizda qarang, sizda katta sovutma sehri bor. Hayotdan sovutishda, oiladan, hayotdan, dunyodan, uydan sovutish, shuncha odamlar yo'q joyga ketgisi kelaveradi. Ha, xuddi shunday. Shu nima endi uyingiz qayerda, siz qayerlisiz? Men Samarqanddanman, shuning uchun sizni oldingizga bormoqchi edim, domirlar. Juda qiynalib ketdim, juda yomon sehrdan. Siz nima qiling? Qarang. Xudo olsa, solish boshlayman 5-aprelda kelaverasiz nima qilsangiz. Lekin nima qiling? Zaytun ko'p surting. Zaytun immini sovutma sehrini yaxshi keltiradi. Qo'l oyoqlar sovutish bor, zo'r keltiradi. Ashuni ko'p ishlating. Surtib, promofillarni eshitavering. Surtib, Qur'onlarda eshitavering. Albatta uxlashdan oldin qo'l oyoqlaringizni muzlagan joylarga surtib, keyin uxlang, bo'ptimi? Men xudo solsa dushanba kundan promo efir boshlayman. Unga ham eshitasiz, keyin bir kelsangiz, inshaalloh tezroq yangilab ketasiz. Xo'p. Bo'pti, yaxshi qoling. Telegram kanalimiz, Telegram keltirib poiskovikka Sabachka Umar domla 2 desalar chiqadi. Sabachka Umar domla 2. Tak. Telegramda Xudo olsa damni 5-aprel inshaalloh boshlaymiz. Inshaalloh. Men yana Telegram, TikTok 3 kun 4 kun qolganda Telegram, TikTok, Instagram to'shni adresini aytaman mana kuni deb. No, примерно 5-aprel inshaalloh. Keyin Xudo olsa hijoma ham qilamiz. Sehr chiqaradigan hijoma qilamiz inshaalloh. U ham bo'ladi. Biror shuni niyat qilib kelsalar, ya'ni bir yo'li qon tomiri sehrlar ham chiqartirib ketasizlar. Kim aloqada? Orqonida qora ot qarab turibdi. Alo. Gapiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, gapiring. Nima bezda qilyapsiz? Meni oyog'im, hamma yog'im og'riydi, butun badanim qaqshib. Oyog'ingiz og'riydi yana? Ko'zimda ichi qizib qoladi. To'xtab turing. Oyog'ingiz Butun badanim qaqshib og'riydi. Qaqshadi. Ko'zingiz qiziydi. Ko'zimda ichi qizib qoladi, ha. Qanchadan beri qancha bo'ldi ko'z qizigani? Anchadan beri
Ash qancha desam ancha de meni mancha deylar menga. To'g'ri qilib qani bilaman ancha degan. Anchadan beri qizib toladi. Qanchadan beri ko'zingiz qiziydi. Anchadan beri ancha bo'lib qoldi. Ya Robbi Alloh, bo'pti mana siz aytgan bo'lsin. Tak, tushingizga nimalar kiradi? Tushimga erkak kishi ko'proq. Tushingizga o't kiradimi, kirmaydimi? Ha? Tushingizga o't kiradimi, yo'qmi? O't. O't kirmaydi, faqat ko'proq erkak kishi yaqinlashgisi keladi menga, ammo yaqinlashtirmayman. Yaqinlashqa. U shu yoshligingizdan ko'rasizmi? Yo'q, bash katta bo'lganimdan beri. Hozir yoshingiz nechida sizni? Yoshim 38 da. Voy. Qachon katta bo'ldingiz unda? Katta bo'lganim shu-da, domla. Ashim, shuning uchun so'rayapman, siz qanchadan beri ko'ryapsiz shu nimani, erkak kishini? 1 yil bo'lib qoldi. 1 yildan beri ko'rasiz. Oldin ko'rmadingiz, to'g'rimi? Yo'q, oldin ko'rmasdim, yaqinda o'sha 1 yil bo'lib qoldi, 1 yil yaqinlashib qoldi. Bo'ldi, qisqaroq gapiring. Yaqinlashib keladi. Bo'pti. Yaqinlashtirmayman ama. Bo'pti sizni. Bo'pti mayli. Katta bo'lganingizga yaqinlashaman deb turdim sizga. Kutibdi sizni. Bilmasam. Qarang. Boshingiz og'riydimi? Ha. Boshim og'riydi, ha? Ha, tushunarli. Skleroz bo'lyapsizmi? Ha. Tushunarli. Asab. Eringiz bormi? Erim bor, ha? Eringiz bilan nima bo'lyapsiz? Dadajoningiz deyapsizmi, demayapsizmi? Yo'q, demayman. Ashida tushunarli. Ko'proq urib qolamiz ikkovimiz. Tushunarli. Endi dadajoningiz demasangiz urush qoladi sizdan. Qarang. Pramoy qanchadan beri ko'ryapsiz pramoyni? Ha? Pramoyni qanchadan beri ko'ryapsiz? Endi hozir kirdim. Voy, oldin ko'rmadingiz? Oldin pramoy qanchadan beri ko'ryapsiz? Ko'rardim, nima ulan bo'lmasdi, hozir ulanib qoldim. Yo'q, ya Robbi Alloh. Tak. Qarang, men Qur'on o'qiganim ko'rarmidingiz? Yo'q. Bitta ham ko'rmaganmisiz men sizga Qur'on o'qiganimni pramoy efirda? Yo'q, telefonga tushunmaydim. Hozir ulim kelib qoldi, biroq ochib qarasam bo'layotgan ekan, kiraychi deb kiruvdi. Yaxshi, qarang. Oxiri ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Oxirgi tushim asha erkaklar yaqinlashadi-da, faqat o'sha erkaklar yaqinlashadi. Bo'pti. Xullas sizda endi Qur'on eshitishingiz kerak, pramoy efirlar ko'p eshiting. Keyin nima qiling? Boshingizga shifo zaytun bormi? Adminlar yo'siz nima qilib beradi? O'g'li aytsangiz beradi. Ashuni boshi surtsin. Gapingiz to'g'ri. Meniki nima? Shifo shafran, uni shaharda Namanganda olib kelib ichdim. Qarang, lekin Qur'on eshitmayapsiz ekanda foydasi oz bo'ladi-da. Qur'on ham eshish kerak-da, pramoy efir eshish kerak. Uni qanaqa ulaymiz? Unda dushanba kuni shunaqa paytlarda bo'ladi. Sizlar soatlari bo'yicha 8 larda, 9 larda bo'ladi. Qarang. Sizda jinnilik sehr bor sizda. Shu Qur'on eshitish kerak. Siz nima qilingda, siz nima qilsangiz, nima edi, shu shifo zaytini surtib ham Qur'onni birga eshitsangiz, ashuni foydasi yaxshiroq bo'ladi. Tushundingizmi? Shunaqa. Ba'zida gapingizni topa olmayapsizmi? Shuna bo'lasizmi? Shuna bu xotiram pasayib qolyapti-da. Shu nimanikida, shu boshingizga zaytun surting, keyin Qur'onni ham eshitingda, birga eshiting. Xo'p, mayli, yaxshi qoling. Xo'p, rahmat. Xo'p, mayli. O'g'il bola deb o'ylasam, ayol kishi chiqyapti. Tak, bittasini ko'rdim. Shifo zaytunlarni ishlatgan shafarinishlarni pramoy bir ishlatsalar, foydasi ko'proq bo'ladi. Endi o'zini qilsalar ham bo'ladi, no. Iloji bo'lsa Qur'onni birga nima qilinglar. Tak.
Allo, kim gapiring? Assalomu alaykum. Alaykum assalom aka. Nima bezda qilyapti? Men sal anavi bo'lyapman-da, ishdan sal yurishmay. Keyin. Bo'ling, tezroq gapiring. Ishingiz Boshqacha yurishmayapti. bo'lsin bo'lyapti. Ashi nima bo'lyapsiz? Ayting, nima bo'lganingizni gapiring. Kunduz kuni ko'p uxlayman-da. Yana Kechqurunlari sal uyqudan bo'lyapti. kechadan kunduz almashgan. Bu ish to'silgan sehr alomati. Aka, tushingizga nimalar keladi? Shuncha eslolmayman-da tushimda. Ramo ko'rgan nima bo'lasiz? Biromoy uncha anaqa qilmayman, lekin ko'rgan paytim, eshitgan paytim zudda bo'lmayman. Yana ayting, bir ma'lumot beringiz haqida nima bo'ldi shularmi? Yo'q. Siz aka, Oxiri ko'rgan tushimda aka siz bir anavi ha? ko'rdim. Nima deysiz? Oxirgi ko'rgan tushimda ilonlar ko'rdim, ilon. Nima qildi ilonlar? Eshakda yurgan paytim shu men zahrini sochmoqchi bo'ldi, men qaytardim-da. Sizni akajon, sizni Alloh alam siz faqat ishingiz yurishmasligiga sehr qilib qo'ygan. Ishingiz to'sib qo'ygan. Shu sababdan uydan chiqis kelmaydim. Ha, uydan chiqqim kelmaydi. Ha, ishingiz to'sib qo'ygan. Ishingiz to'sib qo'ygan. Ishi yurishmasin deb. Faqat shular. Mana shu uyingizga shifo shavran seping, qo'lingizga qo'layiz zaytun surting deb foydasi yaxshi bo'ladi. Shu. Boshqa narsa yo'q. Keyin 7 yil bo'ldi farzandim yo'q. Nima qiling? Nima edi? Ayolingizni matkasi oriydi ekanmi? Tushida bola tug'adimi? Qattiq og'riydi, bola tug'maganda hali. Tushida bola tug'adimi? Tushida. Tushida bola tug'adi. Ana shu matkada sehr bor. Zaytun sursin matkasiga. Tushida ham. Aytdingiz, tushimda eshikda ketasiz, ilon nima? Bu soch ana katta ana kobra ilonlar bo'ldi-ku, tishlamaydi, sochadi zahrini. Aha, yo'lingiz to'sibdi-da. Ayolingizga beringchi oldingizdami? Beri oldi. Gaplashaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz o'zingizda nima bo'lyapti o'zingizda? Tushingizni ayting-da. Endi tushimda shu yaqinda sizga boribmiz xo'jayinim bilan. Qabulingizga boribmiz, borsak, eshikni ochib kirsak, eshikda ko'ndalang bo'lib qaynog'am yotibdi ekan. Oyog'ini shu eshikka ko'ndalang qilib xuddi kirmanglar deganday qilib ustida qora kiyim, lekin bizga qaramasdan yerga qarab telefon o'ynab yotibdi ekan. U qaynog'amning oyog'ining pastida yana bir boshqa begona erkak kishi, u ham oyog'ini uzun qilib bizni o'tmanglar deganday qilib, u kishi ham oyog'ini uzun qilib o'tirgan ekan. Biz ularni oyog'idan aralab sizni oldingizga o'tdik. Keyin alohida ko'ring, boshqa xonaga o'taylik desak, hop deb chiqibsiz, chiqaytsak, eshikni ochsak, eshikdan ovusinim qop-qora kiyingan bo'lib ketyapti ekan, orqasidan ko'rdim. Keyin siz matkangizda sehr bor debsiz. Shundan boshqa narsalarga aylanib ketdi keyin tushim yana. Tushingizda osningiz ketganini ko'rgan bo'lsangiz yaxshi, xudo xolasa yaxshilik keladi. Erkak baxsh qiladi, Alloh ham sizga sehr, erkak baxsh qiladi. Keyin nima edi? Pramo efir payti matkalaringiz g'alati bo'ladimi? Matkam boshida g'alati bo'lmas edi, lekin qayd qilgim kelib, o'xshib, ko'zimdan yosh oqib esnayman, juda kuchli esnayman. Siz men savolimga javob bering. O'qigan matkangiz g'alati bo'larmidi yo'qmi, shuni so'rayapman. Yo'q. Hech narsa bo'lmaydi matkangiz. Tushingizda bola tug'aman dedingiz, a? Yana nima ko'rasiz tushingizda? Tushimda o'lganlar, ota-onam o'tgan, o'shalarni rosa ko'p ko'raman. Nima qiladi ular? Shunchaki yonimda yuradi, hech narsa qilmaydi, xuddi meni himoya qilayotganday, nimadandir ogohlantirmoqchi bo'lganday bo'lib yuradi. Yana sizda vallohu alam sizda aniq nima bor? Tug'maslik sehr bor sizda. Tug'maslik sehr bor. Nima qiling, ana shu zaytun surting, bir dam boshlaganda kelib ketsanglar yaxshi bo'ladi sizlarga. O'zingiz ko'proq bo'ladi. Niyat qilyapsiz, o'sha hozir yana maylimi aytsam?
zaytun ular surtganimniki 2 oydan keyin matkam juda qattiq og'rishni boshladi-da, 2 oydan keyin. Meni qarang, baya so'rasam og'rimaydi dedingiz. Nima unaqa ikki xil gapirasiz? Yo'q, boshida og'rimasdi, endi eshitmasam ham surtkasam keyin og'rib boshlaydi-da, 2 oydan keyin. Eshitmasam ham og'riydi. Sato og'riyaptimi? Ha, juda kuchli anaqa kista bor deyapti. Meni qarang. So'rilmaydi, kista davolanaman. Xullas, u zaytun surting. Hayotda mana bo'lasizmi? Yosh bolani yoqtirmaslik bormi sizda? Ha, bolani yoqtirmayman. Farzand asrab olaylik desak ham yoqtirmayapman hozir. Sizda aniq tug'maslik sehr bor. Tug'maslikda sehrni eng katta dalolat qiladigan kuchli tug'maslik sehrining alomatlaridan biri odam bola yoqtirmay qoladi. Siz nima qiling? Nima edi? Bolalarga ko'p mehr berish harakat qiling. U ham sizni tez yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Eshitdingizmi? Biron bolasini ko'rsangiz ham, yo'qmasa ham harakat qilavering, yaxshi gapirishga harakat qilavering-da. Shifo zaytun surting nimangizga? Nima edi? Matkaga. Matkaga. Sizda vallohu alam ichingizdagi jin o'zi sehr qiladi-da, sizga ichingizdagi jin o'zi tug'maslik sehr qiladi. Ichingizda birov buni gapirayotgan o'xshamaydimi? Buni pichirayotganga o'xshaydimi? Bir narsa bo'ladi, bo'lmaydimi? Nimasi tushingizda birov bir narsa qilayotganga o'xshaydimi? Ha, o'xshaydi. Nima bo'ladi? O'zim bilan o'zim gaplashib qolaman, nega unday qilyapman, hozir nima qilishim kerak edi deb. Tushunarli. Siz ham mana shu uxlashdan oldin nima ruqyani qo'yib keyin yoting, matka zoyim surtib yuring nimani, qo'lingizga ham shifo zaytun surting. Sizda aniq tug'maslik sehr. Aniq tug'um, doktorniki emas sizniki. Ha, ichimda havo bor-da, havo bir narsa bor, uni yegan ovqatim ham yo'qmaydi-da, lekin qornim shishib, boshqa narsa shishib kattarib ketyapti. Yedirgan sehrda qorin shish beradi. Ko'p yedirgan sehrda. Qattiq bo'lib qoladi, shuni og'riydi ba'zida, shu havo chiqmaydi. Aloqangiz nima bo'lyapti? Eringiz bilan muomalangiz, aloqalaringiz nima bo'ladi? Yaxshimi? Xo'jayinim bilanmi? Ha, yoki urushib ketasizlarmi? Nima o'ylayapsizlar? Ha, ancha urushib qolib, orada ajrashib ham ketdik, keyin hozir yaxshi shu zaytun surtkapsiz deb eshitganimizdan beri yaxshi qoldik. Tushunarli. Qarang, o'zma-o'z gapirasiz-ku, o'zingiz bilan o'zingiz. Aytdingiz-ku, xuddi bir yosh bola gapirgandek bo'lasizmi? Ha, birov turgandek o'sha kim bilandir endi bo'lib gapiraman. Tushunarli. Tak. Siz nima hozir qarang. Tushingizda bironta bir tushingizda shunaqa holatda ko'rganmisiz? Bironta bir odamdimi, hali bolasi bilan birga ko'rasizmi, yo'qmi? Allo, eshityapsiz? Yo'q, eslolmadim unaqa. Yo'q, eslolmadim unaqa holat. Unaqa tush ko'rganimni. Allo. Yoki o'zingiz bola yetalaganini ko'rasizmi, yo'qmi? Ha, ko'raman. Qarang, vallohu alam, sizni ichingizda aniq jin bor. Bu aniq jin bor. Lekin shu meni fikrim, u jinning o'zining bolasi bor-da. Tushundingizmi? O'zining bolasi bor. U aslida qizg'anib turib, sizga o'zi tug'maslikka sehr qiladi. Sehrgar jin bu. O'zi tug'maslikka, qizg'anib tug'maslikka sehr qiladi. Uni o'zining bolasi bor. Shuning uchun siz o'zim gaplashyapman dedingiz-ku, siz ashuna yosh jin ashuna o'zining bolasiga gapiradi-da. Sizga yana tuyuladimi? Shu xuddi yosh bola gapirgandek bo'lasiz birovga. Shuniki. Shu ancha qiynalyapman-da, shu 7 yildan beri qiynalyapman. To'xtang, meni qarang. Siz qayerlisiz? Jizzaxdan qarang. O'zbekiston. Biz hali shifo shafronlar ichgansiz, o'sha yerda men dam solib qo'ygan asallar bor. O'sha asalni er-xotin ichinglar. Eshitdingiz-a? Qayerda? Uni ham shu adminlarga murojaat qilsangiz, oxir 60 raqam bor-ku. Ashunga murojaat qilsangiz, er-xotin asal ichinglar. 2 ta, 3 ta pedrol tezda tugab qolsangiz, ashuni ichinglar. Toza asallar, dam solingan asallar. Обязательно
nimada o'ziz jiyanlaringiz bormi, yosh bolalarni yaxshi ko'ravering, raza g'ashingiz keladi. No yaxshi ko'ravering, majburlab, tushunyapsizmi? Ichingizda jin keyin sizdan ketishga harakat qiladi. Zaytunni ham teng ikki oylar ham zaytun eringiz ham o'zi ham ishlatsin. Shu. Odamlar Instagram TikTok ulolmayman. Telegram kiringlar. Umar domla Telegram kirib turib, poiska собачка Umar domla 2 desalar chiqadi. Так. Telegram odam oz. 1900 odam bor ekan. Kiringlar. Ali ko'zi qiziydi nima qildi-yu xotin. TikTokdan qo'shamayman, Telegramga o'tinglar. Allo, kim gapiradi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r akajon, nima o'ylaysiz, gapiring. Akajon, bizda jin to'g'risida muammo bor. Ash kim oryapti? Meni tushimga kiradi. Bundan 2 yil oldin men bir daraxtga tosh otib qo'yganman. Aka, qarang, to'xtang. O'zingiz muammo o'zingizdami? Ha, o'zimda. Nima o'ylayapsiz? Tushimga kiradi va u meni ushlab qayerlargadir olib ketadi. Va u menga aytadi, sizlar meni To'xtab turing aka, to'xtab turing. Tosh otganman deyapsiz-ku, kunduzi hayotda tosh otganmisiz? Tushunmadim. Yo'q, Kunduzami? kunduzi hayotda, kechasi hayotda o'ynashib tosh otilgan va u sirazi menda sovuq ter chiqib ketgan va men bilganman. Toshni qayerga to'xtang aka. Toshni qayerga bunday qisqaroq kerakli gapni gapiring. Toshni qayerga otgansiz? Men toshni daraxtga otdim. Qanaqa daraxtga? Tol. Qaysi uyingizga? To'xtang, qaysi uy? Ya'ni uylar bormi? Ha, akalarim uylari endi, buvalarim uylari. Aha. U yerga bordida, krantni oldida F4170 yozuvi bor edi. Aha. U menga aytdiki, men shu yilda tug'ilganman. Sizlar meni o'ldira olmaysizlar, odam bolalari dedi. Va u yana o'zimni xonamga olib keldilar. Buvalarim uyidan o'zimni uyimga olib keldi. Aha. Va men u yerda namoz o'qiyapman. Ihdina sirotal mustaqim degan joyda oldimda juda ham katta tezlikda aylandim. Mustaqim deb baqirib. Va undan keyin kichkin vaqtda o'tgandan keyin biz yana boshqa umuman men bilmagan joyga bordik. Men, otam, onam. Va u yerda bir kapa bor edi. Uy yonib ketgan edi. Yonib ketgan, biz uni sotib oldik va u yerni biz oqlaymiz dedik, ya'ni rang beramiz dedik. Keyin ota-onam ketishdi, men ularga yeta olmayapman. Orqamdan kelyapti, to'xtatib, sen bu uyda yasha olmaysan, senlarni bu yerda yashatmaymiz. Yashatmang, hech narsa qilmasdan, bo'yamasdan, mashq holatida yasha. Yo'qsa men seni yashatmayman dedi. Undan keyin Xo'p dedimda orqamda yana ketayotgan joyimda yana bitta ayol kishi qo'limdan ushladida, to'xta, endi yashashing mumkin dedi. Keyin nima dedi? Ha, u endi o'ldi dedi. Boshqa senlarni bezovta qilmaydi dedi. U hali erkak kishi o'ldi dedi. Keyin o'sha erkak jin o'ldi dedi. Ayol kishi chiroyli, uni yuzini eslay olmayman.
keyin u ikimiz bo'ladi desam u meni erim bo'ladi. Endi sizlarni bezovta qilmaydi dedi. Oradan keyin yana 6 oy 7 oy o'tgandan keyin xuddi o'sha jin yana keldim men seni oldingga deb keldi tushimda. Erkakga. Erkak, ha. Men seni ichingga kirishim kerak, ichingga kirishim lozim dedi. Keyin? Ha, keyin men senga ruxsat bermayman, qo'rqish yo'q, qandaydir ruxsat bermayman men senga dedim. Va u menga aytdiki, unda dedi ukangga kiraman dedi. Keyin men yig'ladimda, yo'q, sen ukamga kirma. Unda deyapti, ukangga ham kirmayman-da, onangga kiraman dedi. Va 3-4 oy o'tdi, dam solindi. Keyin? Ukamdan ham jin chiqdi, onamdan ham. Keyin shu kunlarda tushlarim juda ham bulg'ashyapti. Hojatxona shu najosatga bosib yuzimga sachrab ketadi. Suvda cho'milyapman, suvda qarmoq bor, qarmoqqa kirchoviga ilinib qolyapman. Qarang aka. Shunaqa muammo. Bo'p, to'xtang. Qarang, siz o'zingiz hayotda nima o'ylayapsiz? Yuraklar siqilyaptimi? O'zingizni o'ldirgisiz kelyaptimi? Uydan chiqib ketgisiz kelyapsiz? Nima o'ylayapsiz? Uydan ham chiqib ketgim kelyapti. Bu bir uyimdagilar bilan urushim kelyapti. Bu ikki. To'xtang, uydan chiqarish, uydan chiqib kelyapti. Keyin o'zingizga zarar yetkazib kelyapsizmi? Yo'q, unaqa xayolda bo'lmayapti. Faqat uydan chiqib ketish jahl juda ko'p. Nimaki ishga qo'l ursam umuman bo'lmayapti. Hammasi orqaga qarab ketyapti. Qarziga qolib ketilgan. Pramo efir qanchadan beri ko'ryapsiz Qur'on o'qiganda? Pramo efirda biznikini. Yaqindan ko'rish boshladim. Qancha shu? Bir haftadan beri sizni kuzatyapman. Chunki bilmas edim, reelsdan chiqib qolib sizni Meni qarang. Bo'pti, значит, pramo efir. Qarang, xullas sizchi Alloh alam bitta jinga zarar berib qo'ygansiz. Birodarlar, qaranglar, birodarlar. Jinlar ko'pincha mevasiz daraxtlar ko'p bo'ladi. Mevasiz daraxtlar, jinlar ko'p bo'ladi. Siz katta jinga zarar berib qo'ygansiz, berganda uyini buzib qo'ygansiz. Uyini. Oilasini buzib qo'ygansiz, oilasiga zarar berib qo'ygansiz. Tushundingizmi? Oilasiga zarar berganligingiz uchun u sizni oilangizga kirishyapti, oilangizga o'chashyapti. Tushundingizmi? Ayez bilan ukangizga jin aniq chiqmagan ularda. Men javob beraman. Chiqmadi. Onamnikiga domlani kuchi yetmadi. Ozgina mazasi qochib qolib ketdi. Onangiz ham chiqmagan, ukangiz ham chiqmagansiz. Faqat u jin sizni kechirmaguncha u yerdan chiqmaydi, ketmaydi. Tushundingizmi? Tushingizda haligi "Men uyda yashamaysan" deyapti, chunki siz unga zarar berib qo'ygansizda, keyin yoshini kattaligini, mancha yil tug'ilganman deyapti, u jinni kattaligini bildiradi. Kuchli jinligini bildiradi. O'chashgan jin ham yomon bo'ladi-da, o'chashgan jin ham yomon bo'ladi, ular qattiq o'chashadi. Domla, men magazinda ishlaganman va magazinda bir ayol kishi qo'l ostimda ishlagan. Endi men haligi ipchalarni topalardim, tugilgan ip va men uni kamerada ko'rganman. U ayol suv ichib, nimadirlar qilib suvlarni separdi. Sehr qilardi ekan sizga. Ha, shundan keyin magazin ham yopilib ketdi, orqasidan qarz-qurs ko'payib ketdi. Ya, u yoqqa suv sepsa yaxshi ketasiz. Mana sizniki o'chashgan jin nima bo'ladi? Yomon bo'ladi o'chashgan jin. U sehrdan qolishmay yomon o'chashadi ular. Oilasini uyini buzib qo'yibsiz-da, hozir shu muammo. Siz shifo shafrani ichib ko'rdingizmi hech? Ichib ko'rdim. U shifo shafrani sizdan kelgan katta bakalashkada ichida listi bor ekan. Uni onam berdilar menga. Nimaligini tushunmadim. Meni qarang, bo'ldi. Men eshitdim, hozir boshqa ulashim. Xullas siz aytaymi, nima qilasiz? Mana ona jin sizni kechirmaguncha u sizni tek qo'ymaydi. U jinlar, Alloh azza va jalla jinlarni xuddi bizga o'xshab yaratgan. Ular aqli bor, o'zining haqlari bor. Oysha onamiz nima qiladi? Bitta jinni o'ldirib qo'yadi. O'ldirgandan keyin ana shu jinni o'ldirganligi uchun nimasini to'laydi. Nima deydi? O'zbekchasi bilmayman. Fidya deb qo'yadi, nimasini to'laydi. Nalogini to'laydi bunday aytganda. Tushundingizmi? Shuning uchun odamlar ham jinlarga zarar berish haqqi yo'q, jinlar so'kish haqqi yo'q.
Masalan, bir odam sizni uyingizni buzib yuborsa, siz ham o'chashasiz-ku, yomon ko'rib qolasiz, dushman bo'lib qolasiz unga. Umr bo'yi yomon ko'rib ketasiz. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun men sizga tavsiyam, siz shu uyingizga borganda buni astodil kechirim so'rab qo'yishingiz kerak. Tavba qilib astodil. Tushundingizmi? O'sha tosh otgan joyimga boribmi? Yo'q, endi shu qayerda uyingizga boring, hozir uyingizda yuribdi, vallohu alam. Uyingizda bezovta qilyapti sizlarni. Keyin kechasi kechasi mevasiz daraxtlarga ko'pincha yaqinlashmang, bo'ptimi akajon? Endi keyinchalik kecha kunduzi hech narsa emas. Kechasi ashada o'rtoqlarni gaplashib o'tirib, shu yerda bir narsa qilib yurmang. Yaqin mevasiz daraxtlarga. Siz shu uyingizga borasiz, borib turib, masalan, bir odamning kechirim so'raganini kechirim so'rab qo'yishingiz kerak-da. Yaxshi bo'lish uchun emas. Kechirim so'rasang hashib ketaman degan niyatda emas, bunday erkkecha kechirim so'rashingiz kerak. Tushundingizmi? Agar u sizni kechirsa, siz qo'lni yaxshi ketasiz. Dam soldirishingiz ham shart kerak emas. Siz chiqib ketadi, bezovta qilmaydi sizni. Tushundingizmi, birodar? Tushundim. Xo'p, mayli. Robbi Allah. Tak bo'lyapmiz. Hozir imkoni shu boshini qilib turaman inshaalloh. Promoy efir Qur'onni inshaalloh dushanba kuni qilishni boshlaymiz inshaalloh kechasi. Damda xudo xolasa 5-aprelda xudo xolasa boshlaymiz. Faqat ular tak hozir bittasini ko'rib qoldim. Tak hozir Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ne o'rtasini ayt? Men matkam o'raydi. Bo'yimda bo'lib aytadi. Matka qanchadan beri o'yinga bo'lib aytadi? 13 yil bo'lib qoldi. 13. Вообще bo'lib aytadi, tushib ketyapti. 2 bolam bor. O'shandan keyin bo'lib qoldi. Tushunibdi. Dag'in qanday jalblar bor? Boshim o'raydi. Dag'in? Go'yinchasiga boshim o'raydi. Sizning shifo shafronlarni ichgandan keyin kishni azaydi, biroq shu go'yincha boshim o'raydi. Qara. O'tim o'raydi. Promo efir o'qqandim, ne olasin? Promo efir o'qqanda hech narsa bo'lmaydi, kekiram go'yincha. Kekirasin. Tushungim nelar kerak? Tushim o'tganda tozalanmagan tualet tozalasam da hech tozalanmay qo'ydi. Anan bala to'ragan emasmi, ko'tarib yurgan tushimga kirdi-da. Ko'tarib yurdim. Andan murdale sizga efirda aytgan ekanman, bo'yimda bo'lib aytadi deb. Anan duo qilib, o'sha rozada bo'yimda bo'lsin deb duo qilib, anan kuyim namoz o'qiyotganda jay namozga bala tushib turdi, ustidan kiyimi bor bala. Аны көтөрүп жүрдүк. Кийин эле ошол бала жыланга айланды. Жыланга айлангандай түстө көрүндү да көзүмө. Эми токтоп тур. Так. Курон эфир учурда маткалаң ооруйбу, жокпу? Башым көп ооруйт, маткам оорубайт. Маткаң соотам, түшүнүктүү. Сен мындай бир модаларга барып, кокусун мойнуңа алган эмессиңби? Жок, мен андай эч молдого барган эмесмин. Барган эмессиң, а? Түшүн кызыктай да, түшүнүктүү. Мына ишиңер жүрүшпөй ошондой болот абы? Кол ишке барбай. Ишибиз Кудайга шүгүр эле жакшы эле. Так, анда колуңду алган мен же мындай оны колуңа жаш бала алган ошо түшүнбөй атам, кийин жыланга айланып калганда сен мындай дедушка, бабушкаларың нелер болгон эмеспи? Муну бакчыларбы, кайсыда окугандарбы? Жок. Бул колума алган жетелеп колумда кызым экен деп колумда көтөрүп жүрдүм, багып алайлы биз деп. Анан бир аял келип сизге түшүн айтып бератты да. Анан сиз айттыңыз, жыланбы, кандай түстө деп сураганыңызда, адамдын денесиндегидей түстө жылан дегенде, баягы колумдагы бала кудду ошондой түстө жылан болуп жерге түшүп калды да. Ал түштү качан көрдүң?
Аны көргөнүмө bir 10 күндөн ашып калды. Qara, sinday senin neleringde kineciler bolgan emaspi? Кирнелеп тайнемдер тагамдар жойчу эле кирнелеп. болду. Ошол моментте жакшы болуп калчу элек. Жок, ошол экен да. Ошол сетин ошол түш көргөн экенсиң. Түшүнүктүү. Мындай адамдар бар жерлерде кекирип эснебейсиңби? Башым ооруйт, андай жерден келгенде башым ооруйт. Кекирбейм. Ошолорду кине салганы сага өткөн экен да сага. Түшүндүңбү? Аларды ошол алар тирүү эмеспи алар? Жок, өтүп кетишкен. Канча жыл өтүп кеткенне? Көйлөм Тагам өтүп былтыр өтүп кетти. Тайнемдин 10 жылдан ашты. Таган былтыр өтүп кетти. Түшүнүктүү. Сага ошол алардын кинечилик сага өтүп аткан да. Ошону түшүнө жайнамаз түштү деп атасың, ошолорду эмне кылып атам мен. Азыр шифа шафран ичкенде канча процент жеңилдедиң? Шифа шафран ичкенден бери 30% жеңдим. Кара, сен апаңдын башы мындай оорубайт элеби? Апаңды көп башы ооруп жүрбөйт элеби? Жок, жок. Бирок тайнең апаң жактан тагам дедиң го. Ооба. Түшүнүктүү. Сиз мындай түшүнүп алдыңыз окшойт, тайнем элдерди кирнелейт деп. Жок, биз деле үйдө эле өзүбүздү. Сен баары элдерди өзүн айдамасы жок, кинелебесе дагы мойнуга алган болсо, кинелеген болсо болду, кинеч болуп калат. Жок, мойнуна алган эмес эле. Андай жаман көрүп болчу, мойнуна алган эмес эле. Кинелет дедиң го, аны билбедим мен. Сөйтөм адашып кеттим, каша болуп кетти. Так. Азыр ошондо сени бир эле ошол башың оору азайдыбы? Башым ооруганда мен жок, башым ооруган анчалык азайган жок. Анда эмнең кайрың жеңилдеди? Шифа шафран ичкенден кийинби баягындай жүрөгүмдө кичине тынчтык болгондой болду да. Мындайда адам эч качан бекене кинелебейт да, только мойнуга алгандар кинелейт. Бекене болсом кинелебейт адамдар. Сен мына сурап билип койсоң, ошо кинелеген бир жерде мойнуна алганда кинечиликти же жүрөгүн көтөрүп коесуң, же жаш бала дем салып коесуң, кээ бирде сурабайт эле. Бир кинеч алса, кинеч кылып коет. Сен анда Куран окуган маткан болбойт. Прямой эфирлерде көбүнчө айтып каласыз го, сага анда сыйкыр бар экен деп. Ошондой белгилери көп менде болот да, чочуп уктап атканда бир жерден түшүп кеткендей боло берем. Путтарың талыйбы? Путум ооруйт, путум мурунтан эле ооруйт. Путум көп ооруйт. Азыр мен намазды отуруп окуп калгам, путум ооруганданчы. Сен ошо прямой эфир учурда путуң эмне болот? Аны сезбейт экен, прямой эфир учурунда мындай иш кылып жүрүп угамда, анан көңүл кекирет. Анда пайда болбойт, жакшы болбойт да. Мына тыңшап отуруш керек, иш кылып жүргөндөн. Сен эмне кылгын, шифа шафрандар сепкенсиңби? Кол буттарыңды жууп? Жок, аны бетиңи эле жуудум, ичтим, майды сүйкөп атам. Кара, шифа шафран сепишиң керек. Сен сага бирөө карадыган сеп атат, ошон үчүн түшүңдө жыгылып атасың сен. Бутуңдан берип атат ударды, сагачы жаман нерсени. Сепишиң керек, ишиңе, үйүңө сепишиң керек. Кийин прямой эфирде панемдениңди окуйсуз, мына жакшы мына тыңшап окуш керек. Ошонун пайдасы көзүң жумуп алып, ошонун пайдасы акырын козголот. Бирок сага сепкен көз. Сиз көбүнчө айтып каласыз го, үйгө сепкен, ишке сепкен деп. Биз жашаган үйдө, биз Москвадабыз, орустун квартирасын снимать эткенбиз, бери күйөөбүз менен экөөбүздөн башка эч ким келбейт да. Анда мурда ошо жашаганы сепкендир. Ошо кайсы үйүңдө жашаган жериңде, эски жерде депсе бир тепселеп койсоң болуп тура берет да, кетмейинче. Бутуңу жугун азыр. Алдын сеп коюшу мүмкүн, 10 жыл алдын сеп койгон болушу мүмкүн, тепселеп койгонсуң. Же ошко жазында ошко келген сеп коюшу мүмкүн жайында. Ошондой. Болуптур эми. Ошо бутуңа ванна кылгын. Шифа шафранды суусуну коюп туруп, ванна кылгын. Так. Бир саат кыптыз,
Telegram poiskka Sabachka Umar Domla Eki. Umar Domla Eki desanglar chiqadi. Alo, gapiring. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom. Kim birinchi gapirdi? Boshqa kishini biladi. Mayli, opa gapir. Yo'q, kim birinchi gapirdi? Mana Bahodir degan bolani uladim. Birinchi bola gapirdi. Gapiring. Birodar, gapirmaysizmi? Nima, internet yaxshi emasmi endi? Ayo, boyadir o'chib qoldi endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapiring, nima bo'lyapsiz aka? Alo, eshitilyaptimi? Internet yaxshi emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, gapiring. Eshitilyaptimi? Ha, gapiravering. Gapiring. Alo. Gapiravering. Ya Rabbi Allah. Alo. Ali, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapiring. Nima bo'lyapsiz? Alo, assalomu alaykum. Voy, necha odam gapirib boryapti. Va alaykum assalom. Kim? Man o'zi ukam gapirganda-da. Bo'pti, gapiring. Nima bo'lyapsiz? Boshim og'riydi, Mhm. yuragim sanchiydi, Keyin matkam og'riydi. Shu qo'llarimga igna sanchganda og'riq bo'ladi. bo'ldi, tushunarli. Oyog'imga. Bo'ldi. Yana nima bo'lasiz? Hayotda nima bo'lyapsiz? Hayotda endi ajrash arafasiga yetib kelganman-da. Keyin Yuragim siqiladi. Ikkita farzandim bor, bolalarim nima bo'ladi deb. yuragingiz endi bolalarga o'ylanasizda. Bo'pti, pramoyda Ha, yo'q. qanchadan beri yurasiz pramoyda? 3 oycha bo'lib qoldi. Efir paytida nima bo'lasiz? Efir paytda yuragim tez uradi. Yana? Esnoq keladi. Yana? Ko'nglim ayniganda bo'ladi. Tushunarli. Tushingizga nimalar kiradi? Tushimga it kiradi, ilonlar, Ilonlar. hojatxonalar. It nima qiladi? It tiklagan tashlanib keladi. Yana nima ko'rasiz yana? Bolalarim yetalab yurganimni ko'raman, ko'tarib yurganimni. O'zingiz bolalaringizmi? Ha, o'zimni bolalar, boshqaning bolasini ham ko'tarib yurganimni ko'raman. Tushunasiz. Qizish bormi, qizish? Ha, oyog'im qiziydi, betimda ham qizish bor, mana shu bosh qismimda. Birinchi qiziysizmi yoki yuragingiz birinchi o'ynaydimi? Birinchi nima bo'lasiz? Birinchi qiziyman. Keyin Qizish yuragingiz o'ynaydi. bo'ladi. Yuragim tez urib behalovat bo'laman. Tushunarli. Efir ko'rganingizda bir necha foiz yengilladingiz? 50-60% ga yengilladim. Oxir ko'rgan tushingiz nima bo'ldi?
o'qituvchini oldida o'tiribman. O'qituvchi bo'ynimga hali bejikka o'xshagan narsa rasmimni ilib bo'ynimga osib qo'ydi. Keyin Sizga mukofot, yana bundan ham nassaroq, kuchliroqni yana beraman deb shuna deb berdi, bo'ynimga osib qo'ydi. Odamlar, ikkita odam bir-birini quvlayotganini ko'rdim keyin. u qarang, mana shu qarang, meni qarang. Ezibani ajrashib ketdingizmi o'zi? Yo'q, hali ajrashib ketmaganman. Qarang. Sudga borib yuramiz. Yo, endi eriz, voy Alloh, men sud so'ramayapman. Erizni urushib kelib oldingizmi uyingizga? Ha, uyimdaman. Shu so'rayapman-da men sizdan. Qarang. Birinchi ona tushdi, qarang. Eriz bilan ajrashib kelganingiz qancha bo'ldi? Bir yildan beri. Bir yildan. Yashamayapti. Taloq olganmisiz erizdan? Ha, bir marta olganman. Qancha bo'ldi unga? Sentyabrda, shu avgustlarda olgandim-da. Sentyabrda. Undan keyin yana nikohlanib, shu bir oy yashab chiqdim, yana bir narsa bo'lmadi. Qarang, qancha bo'ldi eriz uydan kelganingizga qancha bo'ldi? Shuni aytingchi. Sizlarga bir yosh bola gapirganda savol berishadi sizlarga. 5 oy bo'ldi. 5 oy bo'ldi. Mana tushdi, hali bejik menga taxti dedingiz-ku, qachon ko'rdingiz bu tushdi? Kecha ko'rdim. Ashu u tush ko'rishdan oldin nima bo'ldi? Eriz bilan qattiq urushib ketdingizmi? Nima bo'ldi? Yoki bo'ldi, yashamayman degan qarorga keldingizmi? Nima bo'ldi? Endi yashab ketishga aqlim yetmay qoldi-da shunga. Yashamayman endi bo'ldi deb. Ashunday qaror qabul qilganingizdan keyin tushni ko'rdingiz, to'g'rimi? Ha. Bu tushingiz yaxshi emas. Tak, qarang. Oyoqlarim ham qiziydi dedingiz-a? Ha, oyog'im qiziydi. Cho'milgingiz kelaveradimi? Yuvingiz kelaveradimi? Ha. Men sizdan rostdan so'rayapman. Yuvingiz kelaveryaptimi? Dushga kirib cho'milgingiz kelaveryaptimi? Bet qo'lingiz yuvingiz kelaveradimi suv bilan? Ha, yuvim keladi. Yo'q, men ham yuvim keladi. Yuvingiz kelaveradimi deyapman. Ko'p kelaveradimi? Nima? Ey Alloh. Meni Ha, ko'p yuz qo'limni yuvgim keladi. Suv bilan ko'proq. Bo'ldi, tushundim. Ko'p suv ichgisi kelaveryaptimi? Ha, o'zi ko'p suv ichaman o'zi. Tushunarlik. Ko'proq suv ichaman. Aha, tak. Xayolingizga o'lim kelyaptimi yo'qmi? Oldin kelardi, hozir endi kemitdi. Nima uchun kemitdi? Shafran suv ichganimdan beri zaif Qarang. Bo'pti, qarang. Meni qarang. To'xtang, meni qarang. Toza bo'lsangiz ham suv ushagingiz kelaveradimi? Ha. Tushunarlik. Qarang. Siz rosa suv ushagingiz kelganda, bet qo'l yuvingiz kelganda chanqaysiz-ku, faqat shifo shafran suvini iching, bo'ptimi? Qo'l oyog'ingiz hali qiziganingizda meni yaxshi eshitib shuni qiling. Qiziganingizda yuragingizga shifo shafran suvini seping. Orqasiga, oldiga seping. Keyin qo'l oyoqlaringizni shu shifo shafran suv bilan yuving, eshitdingizmi? Ha. Siz meni tushundingizmi? Shuna qiling. Tak. Siz haligi tushingiz ta'biri u siz haligi taslim bo'ldingiz, bo'ldi, yashamayman degan narsa taslim bo'ldingiz-ku. Meni eshityapsizmi? U taslim bo'lganingiz jin ajratishga kelgan sizni shu u rozi qilgan sizni. Bo'ldi, ashuni taslim bo'lganingiz uchun jin o'zini baxshisidan, shaytonidan mukofot olgan. Malades, ishini bajarding deb. Endi yana ish bajarasan deyapti. Endi shu paytlarda boshingiz ko'p olishmoqmi yo'qmi?
Ha, boshim og'rig'i yana boshlanib qoldi. Уже ikkinchi sehr kuchaytiryapti bu. Shuning uchun eringiz o'zi aslida sizni urib, bunaqa xorlab, unaqa qilmaydimi? Aslida yaxshilar, normalniy odammi? Cho'tki bo'lmasa ham. Aslida yaxshi-yu, qaynona qaynotamlar soltirishmadi. Ular qaramangda, eringiz bilan yaxshi gapiring siz. Tushunyapsizmi? Xullas, meni sizga tavsiyam eringiz bilan topishib oling. Qanaqa yo'l bo'lmasa, uni o'zi juda yaxshi bilasiz. Eringiz bilan yashashni niyat qiling, taslim bo'lmang. Tushundingizmi? Hop. Eringiz bilan ajrashganingiz, именно ba'zida ayol kishiga eri bilan ajrashgan foydasiga bo'ladi ba'zida. No, sizni holatingizga bu foyda bo'lmaydi siz holatingizga. Meni tushundingiz-a? Ha, tushundim. Eringiz bilan yashashlikka harakat qiling, taslim bo'lmang. Bu bir. Keyin agar siz hozir taslim bo'ladigan bo'lsangiz, yana gangirashingiz bor-ku, gangirashingiz ko'payib. Sizda hozir bor, men gaplashsam siz bilan bilyapman, gangirashingiz bor, ya'ni ko'payib ketadi bu. Gangir boshlab qolasiz. Qulog'ingizda nimadir borga o'xshaydimi qulog'ingizda? Ha, qulog'im shang'illaganda bo'ladi. Nimani doshiga o'xshaydi shu narsa? Chiyillagan nimadir narsani tovushi. Shu nimani doshiga o'xshatasiz? Холодильникdimi? Nima dvijokdimi? Nima bir nimani zvonokni doshimi, kolokolchiydi? Nimani doshiga o'xshaydi? Zvonokka o'xshaydi. Zvonokka o'xshaydi. U qachon siz hozir men sizga gapiryapman-ku, meni gaplarim qulog'ingizga kirmayotganga o'xshayaptimi? Ha. Anglab ololmang. Javob bera olmadim sizga. Men odamlarni dam solavor, bu jinlar bilan bilaman, ular bu xodini nima qilayotganligini. Gapingizdan bilyapman, meni gapimizga oldirmayapti-da. Yoningizda odamlar bor, eshityapti, sizga yaxshi tushuntirish kerak-da shuni. Shifo zaytun bormi oldingizda? Ha, bor. Qulog'ingizga surtib oling, uni qilib, uni qulog'ingizga surtib oling, shifo zaytun hozirlar. Odamlar hozir mana gaplashib olay, keyin Instagramga o'taman, ha? Instagram ulaymish kelar baribir. Sizda bu qizda gangratadigan jinnilik sehri bor. Bu yonida aka-ukalar turibdi, ajratmaylar, bitta ajratmaylar. Sekin naborot yasha deb yaxshi gapirib, yordam bersalar, naborot tezroq yaxshi bo'ladi bu qiz. Bu qizga ajrash foyda bo'lmaydi, вообще foyda bo'lmaydi. Instagramda Umar Alo. Qulog'ingiz surtdingizmi? Ha, surtdim. Chillagan nima bo'ldi? Chillagan yo'qoldi. Meni qarang, sizchi hozir siz nima qiling? Eringiz bilan yashashlikka harakat qiling, bo'ptimi? Yashashga harakat qilishingiz kerak ekan. Keyin zaytunni, mana xuddi mana odam bo'yniga tros iladi-yu, shunaqa tomonga surtishingiz kerak. Jiningiz mukofoti bor-da, mana shuni yo'qotish kerak shu narsani. Keyin hozir endi bilmayman, uncha yo'qolmagandir bar, yo'qoldi deyapsiz. 7 kun qiling shunaqa qilib, qulog'ingizga 7 kun qo'ying, zaytun surting, bo'ptimi? Hop. Har kun 2 mahalni surtasiz. Ertaman kech surting. Promofir eshiting, promofir eshitdan oldin ham surting. Hop. Keyin nima qilsangiz, men dam soyini kelsangiz, yana ham tezroq yaxshi bo'lib ketasiz. Yaxshi qoling. Tak, endi Instagramni ulab qo'yaylik, ulaylik. Instagram mana. Instagramda hozir mana. Tak. Iloj bo'lsa, ona qiz ketmagan bo'lsa, nima qilinglar? Zaytunni nimada uxachiska bor-ku, quloqda nimalari. Shu bilan zaytunga botirib, ashimman, bunday surtgani ham foydasi yaxshiroq bo'ladi ashunda. Panikni tushasini ularni Instagramda, потом
Tak. Telegram'da kütürlerini ozgenen da onu Instagram'da urayım. Allah kim ulandı? Sırası Telegram ulan, Instagram ulangan sırası videonu ölçürgülü. Ya ölçüp etti. Tushida baliq ko'rsa yaxshi. Baliq yaxshi. Bu rizqni bildiradi, farzandni bildiradi, yaxshi. Agar baliqni ushlab olgan bo'lsangiz, qo'lingizga olgan bo'lsangiz, oldingizga yurgan bo'lsa, pul kelishini bildiradi. Oy, o'chiradi, video o'chiradi. Sirasi o'chiradi. Ya, buni qo'yib qo'yg'ular, buni jeriga qo'yib qo'yg'ular. Kamerani to's. Qo'ydim. Ne o'rtasini ayt. Boshim og'ritadi. Anam denimde bir narsa qiymildaydi. Deningde, ichingda bunday qiymildaydi. Arqamda katta bir narsa qiymildaydi-da. To'xtab tur. Orqangda sirtdanmi, ichingdami? Ko'pincha namoz o'qisam, unday kattarib kishinarganday bo'ladi. Tushunibdi, kattaribdi. O'shdan bo'lasin bu. Qayoqdan bo'lasin? Men Leylekdan bo'lam. Leylekdan, qara. Qanchadan beri ko'ryapsiz pramo efirda? Jamoa efirda noyabrdan, dekabrdan beri ko'raman. Yo, efir uchirda ne bo'lasin? Muna putum muzlab ketadi, tag'i shu qiymildaydi-da. Qara, meni qara. Meni ko'ryapsizmi hozir? Sen o'zing ko'rsatma. Meni buna o'qiganda munda bo'lib o'tarsizmi? Jo, ichimda ko'zim jumsam, ichimda g'iybar etib qiymildaydi, mayda bo'lib. Bütün dening qimildaydi, iching kichkina joylari qimildaydi. Muna putumdan qiymildab, unday o'tib ketadi-da, qumursqaga o'xshab. O'shan desang, qumursqa o'xshab desang, tushunibdi. Tushunga neler kiradi? Men o'ylabman, bunday deb o'ylabman. Tushunga neler kiradi? Tushuma kecha eme ko'rdim. Jilan ko'rdim. To'xta. Men o'q. Men kecha tushtirib so'rab aytam. Общий tushunga neler kiradi tushunga? Tushuma tualet kiradi, jashbala kiradi, iğne kiradi, jilan kiradi. To'xta. Iğne qanday ahvolda kiradi? Iğne samsa bilan tegib o'tirganini ko'rdim-da. Qanday? Samsani iğne. Baya jechu samsani tegib o'tiratganda iğne bilan. Kim? Qaynanem. Faqa biri jedirib qo'ygan. O'qiganda ko'ling aylanadi. O ko'p kekirenda. Jedirib qo'ygan. Bir odam sana tomoqqa o'je samsa o'qitib jedirib qo'ygan sana. Ana qo'limdan jandarida budurlar chiqib ketgan edi. Hozir qaytib qoldi shafronga. Meni qara, deningda xuddim qurt yurganday bo'lib, qurt. Bo'ladi, o'sha mayda bo'lib, qurt bolaning arqamda katta bo'ladi. Tak. Tushunibdi. Oxirgi ko'rgan tushungim ne bo'ldi? Oxirgi ko'rgan tushum maktabning ustida kirishada turar ekan. Arqamda Qur'on asingan sumkam bilan qo'limda ko'targan yosh balam turar ekan. Ostimda lesensada mayda jilan, pastchag'ida katta jilan yotadi ekan. Qayog'ida katta jilan yotadi ekan? Shu kirishning ostida qora jilan. Sen shafron ichdingmi? Shifo shafron, zaytun, isiriq bardig'ini. To'xtab. Sen yoshing qanchada sen? Men hozir 25daman. Turmush qurgansizmi, Turav? Ova. Ma'miling qanday bo'ldi kuyoving bilan? Kuyov bilan yaxshi, o'zim yaxshi harakat qilib, yaxshi. Yo'q, buni harakat qilishmas, o'zingda ko'ngilsiz bo'lib aytasizmi? Urushqin kelib, ketib qolgin kelib, o'shani o'ylarga bo'ladi. Yo'qmi? Keladi. Sebepsiz ketgim keladi. Ketgim kelaveradi. Sen men kuyoving bilan cho'q o'qiganmisiz? Qayoqda? Maktabda. Yo'q. Nega maktabda? Shu o'zim o'qigan maktabning ustida kirish ekan, ostida lesensa ekan, jilandar anan ostida opam, o'zim opam bilan
singlim turar ekan, qizim bilan sumkani tishlayin dedi. Tishla dedi-da. O'zing lesinsadan tush dedi. Lesinsada baya mayda bo'zjilandar ekan, anan lesinsadan tushdim, pastchaqa tushgandan keyin apam so'radi. Jilan chaqdi u seni dedi. Anan meni biroq chaqqan emas edi, men uni aldadim-da. Chaqdi deb qo'ydim tushimda. Putlaring o'ruydi seni. Putlarim o'riydi, shu taman mastidan. O'sha qanday o'ruydi, je talıydı. Talit. Sen butungu şifa sumen juvdun bu. Juvdum. Zaytınam sürttüm. Sen bunday qilgin. Birinchi butungu o'sha vanda qilgin, şifa susini vanda qilgin. Bo'p turbu? Mayli. Keyin vanda qilgandan keyin şifa zaytini sürtgin. Birinchi vanda qilasan, keyin sürtasan. Mayli. Tak. Sonra yedirib qo'ygan ekanda. Sizlerde uylanörde boynu qalganlar yo'qmi bunday? Qaysida kinnechilar? Şol var o ilgari bar bo'lgan ekan kinnechi. O'shanda ta'siri bo'lib o'tadi, o'shanda ta'siri bo'lib o'tadi. Prima bir tashlab ko'rdin. O'shanda ayıq ketasan. Mayli, rahmat. Tak. Tak, men o'ylayapmiz Instagramda. Odam ulangan sira videoni o'chiringlar yoki yopib qo'yinglar, ko'rinmaylar. Narada doshlarda boshxonaga kirib oling, gapiring. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, domlajon, zo'rmisiz? Boshxonaga kirib oling. Xalat qiladi yosh bolalar to'g'risi. Ha. Bir yildan beri promo efiringizda eshitib kelyapman, domla. Nima besta qiladi? Boshim ko'p og'riydi. Oyoq qo'lim ko'p og'riydi, bachadonim og'riydi. Bosh og'riydi, matka og'riydi. Tushunarli. Efir paytida nima bo'lasiz? Efir payti ko'p esnayman. Yana? Keyin qaytqigim keladi. Sizga nimalar keladi? Tushimga hozir ko'pincha hojatxona. Opshi nima kiradi, shuni so'rayman. Opshi hojatxona, o'liklar. Keyin birov shunday kechasi bo'g'atda mana tushimgada. Sizni birov bo'g'adi. Bu qanday bo'ladi? O'lib qolaman degan bir qo'rquv bo'ladi menda. Tushunarli. Qarang. Hojatxona qanaqa holatda keladi? Hojatxonani qarang, usti ochiq, bir xaroba hojatxonalar kiradi. Shunday bir ichi to'lib qolgan najosatlarga, hamma joy najosat bo'layotgan. O'lgan odamlar qanaqa holatda kiradi? O'lgan odamlar faqat mana kafanga o'ralgan holat, oppoq surfga o'ralgan holatida ko'p ko'raman. Meni yuzini, nimasini ko'rmayman. Tushundim. Oxirgi ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Oxirgi ko'rgan tushim o'zimni rahmatli dadamni ko'rdim. Dadam tirikday, xayolimga ham boya tushimda-da shu boya ko'pincha tirikday holatda ko'p ko'raman. Dadangiz nima qiladi? Choy ichasizmi bilan dadangiz bilan nima bo'ladi tushingizda? Просто ko'rasizmi? Yo'q. Faqat ko'raman. Tushunarli. Hayotda nima o'ylayapsiz? Matka boryapti dedingiz, boshingiz og'riyapti. Yana nima o'ylasiz? Yaqinlar bilan aloqalar nima o'ylayapti? Odamlar bilan, ish bilan. Yuragim ko'p sanchib og'riydi, oyoqlarim. Yaqinlaringiz qanaqa muomala bo'lyapti?
Yaqinlarim bilan xuddi it mushukday g'ash qilib qolganman. Sizda o'lim sehri bor. O'lim sehri bor sizda. Tak. O'lim sehri bor. Keyin nima deb bilan adashib ketdim-da, yozmayapman. Tak. Bir paytda ko'nimani dedingiz, a? Ha, bir payti ko'nglim aynib, esnab urushib kelyaptimi? Ha, umuman ikkalamiz bir nima deydi? Yaxshi muomala qilib guring qila olmaymiz xullas. Matkez tomonda ag'irlik bormi matkazda? Mijiqib turishlikmi ag'irlik? Qarang, xuddi bir narsa ichimga tiqilib turgandek bo'ladi. 12 yildan beri farzandim ham yo'q, domla. Yurangiz mijiqib turish bormi? Bor. Qorong'ulikdan qo'rqasizmi, qo'rqmayapsizmi? Qo'rqaman. Qorong'ulikdan juda qo'rqaman. Turganga o'xshaydi. Nimaga o'xshaydi? Shuni birov oldimda bo'lganday, turganday bo'ladi. Bu narsa qachon shu eskitdan bormi bu narsa sizda yoki paydo bo'ldimi yaqinda? Yaqinda paydo bo'ldi. Qancha vaqt paydo bo'lgan? Bir insonni xonadoniga yig'in bo'ldi. O'shanga borganimdan keyin paydo bo'ldi. Vahima kasal, qo'rquv. To'xtab turing. Buni kommentarni ozgina o'chirtirmasamki, meni odamlar hozir chalkashib ketyapman-da men. Qarang, bu yaqinda paydo bo'ldi. Nima, birov rak bo'lib qoldi desa, men ham rak bo'lib qolaman deb qo'rqib bo'lyaptimi? Xuddi shunday. Birov o'lsa, men ham birov o'lim xabarini eshitsam, men ham xuddi o'lib qolaman. Yoki birov kasal bo'lsa, endi men ham o'shanday xuruj bo'lib kasal bo'lib qolaman. O'shanaqa bir qo'rquv, vahima kuchli. Tushingizda oldingizda birov yuradimi? Yuradiganday bo'lib tuyuladi. Kishimi ayol kishi borga yurganga o'xshaydimi? Erkak odam yurganga o'xshaydi. Bo'ldi, tushundim. Hozir men bilaman, bu savolni bilaman men. Tushingizda, siz yana to'xtab turing. Tushingizda dadam ko'ryapman dedi. Dadangiz siz bilan birga yuribdi-a? Dadam men bilan birga yuribdi, shunday. Keyin qarang. Masalan, o'z yolg'iz qolganda doim siz birov yurganga o'xshaydimi? Shunday, xuddi orqa tomonimdan yoki bo'lmasa oldimdan birov yurgandek bo'ladi, yonimdan. Xuddi sizni himoya qilayotganga o'xshaydimi? Himoyasi qo'rqma, oldingda o'zim turibman degandek bo'ladi, gohida qo'rqitadi. Chopib uyga kirib ketaman. Agar ko'chaga chiqsam. Sizni qo'rqitmaydi, siz qo'rqib ketasiz, lekin u sizni himoya qilib beradi. Shunday, lekin men qo'rqqanday bo'lib chopib uyga kiraman. Tushingizda bir-biriga ulab nimasini istayapman-da, men diagnozni istayapman. Tak. Tushingizga nimalar kirasiz? Uni tashqari. Tushimga ilonlar. Mana shu juda ko'pincha mana shu kafanga o'ralgan mayitlar ko'p ko'raman, hojatxona ko'p ko'raman. Bak, meni fikrim qarang, opa. Sizni bitta jin sizni. Qo'ying. Qarang. Ba'zilarda jinlar yaxshi ko'rib qoladi, xotin qilib oladi. Ba'zilarda do'st qilib oladi. Ba'zilarda nima qiz qilib oladi. Bitta erkak jin qiz qilib oladi. Chunki qarang, siz tushingizda dadangizni o'lgan holatda ko'ryapsiz, o'lgan dadangiz ko'p ko'ryapsiz oldingizda yurganini. Mana shu sababdan mana shu sababdan ko'chada o'zi ham yolg'iz qolgan, orqasida birov yurganga o'xshaydi. Siz himoya qilib, xuddi dadangizga o'xshab. Tushunyapsizmi? Ko'chaga chiqsangiz, ko'chaga hech chiqib ketganmiydimi? Ko'chalarga. Umuman ko'chaga chiqmay qo'rqaman. Hamma joyni yoqib, svetlarini, undan keyin chiqalaman, bo'lmasa chiqolmayman. Qorong'ilikda. Ko'chalarga
biron joylarga borgisi keladimi, kelmaydimi? Kelib bormaydimi biron joylarga borib? Kechqurunlarimi? Kunduzi. Kunduzi ham uydan chiqib ketgim keladi. Bir joylarga, mehmonlarga ketsam, o'sha odamlar ko'rinmaganday hayolimga, oldimga yurmaganday bo'ladi. Meni qarang. Sizda vallohi men fikrim qarang, hozir nima qildim? Sizda sehr yo'q. Sizda jin yaxshi ko'rib qolgan, erkak jin sizni qiz qilib olgan. Meni fikrim, siz bu olishingizdan oldin, mana bo'lishdan oldin biron joyda qorong'ida yolg'iz qolib ketgansiz biron joyda. Kichkinaligingizdami? Bu narsa qarang, bu narsa kichkinaligingizdan beri bormi yo'qmi? Shu narsa. Qarang, kelin bo'lib tushib kelganimdan keyin bo'ldi-da, xo'jayinim Rossiyaga ketaychi edi. Hovlimiz o'zim bilan o'zim bitta uyga yashaganman. Eshiklarni qulflab, hamma joyni qulflab, bitta o'zim yashaganligim uchun qorong'ilikdan qo'rqaman. Bitta joyda qorong'ida qolib ketgansizda, qolib ketgansiz. Keyin bu jin sizni dadez bo'lib, sizni o'zi haligi himoya qilayotganga o'xshayapti-da. Bu sehr emas, просто yaxshi ko'rib qolgan bu. Siz nima qiling, nima edi? Aniq bu kichkinaligingizdan beri yo'qmi, aniq? Gapno yo'qmi? Bir 10 yil oldin, 20 yil oldin yoshligingizdan beri his etmaganmisiz buni? Sal bo'lsa ham. Anchina yo'qolib ketyapti-da, domla. Yoshligingizdan beri his etmaganmisiz yoshlik Nima deysiz? Shu tuyg'ularni yoshlik chog'ingizda his etarmisiz yo'qmi? Yo'q. Yoshligimda bunaqa qo'rquv, bunaqa narsalar his etmaganman. Значит, sizlar shu uyda yolg'iz qolganing uchun, shuning uchun shariatda Rasululloh qaytaradi-da, ko'p yolg'iz uxlamaslik kerak, bo'lmaydi. Erkak kishi ham, ayol kishi ham yolg'iz uxlamaslik kerak bitta uyda. Shariatga, sunnatga xilof narsa. Sizlar shu qorong'ilikda qolib ketgansiz, qo'rqib qolgansizda, shunday nima qilib qo'ygan. Siz просто nima qiling, sehr emas sizniki. Men bir o'lim sehri o'ylabman, lekin o'lim sehri emas u. Minus u. Sizda shu nima qiling, shifo shavran ko'proq iching-da, keyin uyingizga shifo shavranlarni seping. Sepib, nima qilganimdan beri, prome efir eshitganimdan beri o'zi sal bo'lsa ham yaxshi bo'lishga 50-60% yaxshilandim deb o'ylayman. Chunki oldin uxladim deguncha ko'zimni yumsam ilonlar uyimga yoki bo'lmasa ash boyag murdalar, mayda-mayda chaqaloqlarni kafanlab olib ketayotgani mashinaga shunisini ko'rardim ko'p. Siz endi shu nima qiling, kech bir uxlashdan oldin men ruqyani past qilib yoting, nima edi? Xonangiz burchaklariga spreylarni sepib, shafronlarni aynilaychilar sepib yoting-da, u jin kelmaydi ju bo'ldi. Keyin yolg'iz qolmang, yolg'iz vobshe qolmang bo'ptim qorong'ilikda. Nima bo'lsa ham biron chaqirib nima qiling bo'ptimi? Eringiz Rossiyaga ketsa. Vobshe yolg'iz qolmang. Umuman yolg'iz qolmang. Keyin mana qiling. Meni eshityapsizmi? Eshityapman. Uyingizda mana aynaga qarab turib, bu ham yaxshi foyda beradi. Ya'ni oyna bor-ku, oynaga qarab turib aytasiz. Menga himoyachi kerak emas. Hani xuddi o'zi gapirganini aytishingiz kerak-da. O'zi gapirishingiz kerak. Men himoyachi kerak emas. Men o'zim himoya qilib olaman. Meni himoyachim Alloh degan narsani ko'p gapiring, o'ziga qarab aynakka. Ko'rasiz, vobshe yo'qolib ketadi. Tushundingizmi? U siz tipa himoya qilyapti-da, u ketadi. Namoz o'qiysiz. Oldin bir mahal namoz o'qiydim, keyin 5 mahal qilganimdan keyin sal yengillashdim. Oldinlari aytganingizdek rosa qo'rqaydim. Shunday, hozir ham qo'rquvim juda kuchli. Boshqalar bilan gaplashishim kerak. Siz shuna qiling, bo'ldi. Xo'p. Tinch bo'linglar. Birodarlar, bugun kechib bugun bo'ladi. Inshaalloh sizlar bilan ertaga uchrashamiz.